Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahabi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'dan yordam so'rab, tafsir dersimiz devam etkizamiz. Fatiha surasini 3-oyatiga to'xtagan ekanmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Allah Teala qiyomat kunining podshosidir. Malik Allah Teala'nın komil ism sifatlaridan bittasi. Malikning ma'nosi Allah Teala butun borlikning podshosi. Allah Teala butun borlikning egasi. Mana shunday butun borlikning podshosi bo'lgan, butun borlikning egasi bo'lgan Allah Teala'ga haqiqiy qulchilik qilib yashashimiz kerak. Agar inson hayotda Allah Teala'ni topsa, u odam hamma narsani topdi. Agar Allah Teala'ni yo'qotsa, u odam hamma narsani yo'qotdi. Yawmiddin qiyomat kuni, yawmul jaza, mukofot oladigan kun. Qiyomat kun qanday kun ekan? Yawmul jaza, mukofot oladigan kun. Agar inson hayotda haqiqiy islom ko'rsatmalariga muvofiq hayot kechirsa, shariatga muvofiq hayot kechirsa, ertaga qiyomat kuni u odamga mukofot oladigan kun bo'ladi. Mukofotlar eng kattasi Alloh taoloning jamolini ko'rishlik. Hammalarimizga nasib qilsin. Alloh taolo mo'minlarga hozirlab qo'ygan jannatda yashashlik. Va yana qiyomat kuni yawmul azab. Alloh saqlasin, qiyomat kuni azob kuni bo'ladi. Nadomat qilishlik kuni bo'ladi, afsuslanishlik kuni bo'ladi. Agar inson hayotda shariat ko'rsatmalariga muvofiq hayot kechirmasa, Alloh taolaga haqiqiy qulchilik qilib hayotda yashamasdan inson Allohga osiy bo'lib hayot o'tadigan bo'lsa, ertaga qiyomat kuni u odamga afsuslanishlik, nadomat qilishlik kuni bo'ladi. Alloh taolo o'zi saqlasin. Va yana qiyomat kuni yawmul hisob, hisob kitob qiladigan kun. Har birimizni boshimizda ertaga hisob kitob qiladigan kun bor. Mana bu kunni esdan chiqarmasimiz kerak. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, ertaga har birimizni boshimizda hisob kitob qiladigan kun bor. Eng aqlli inson hisob kitob bo'lishidan oldin o'zini hisob kitob qiladigan odam. O'tirib o'ylanadi. Meni hayotim Qur'on hadisga muvofiq bo'lyaptimi? Alloh taolo buyurgan buyruqlarni to'liq qila olyapmanmi? Alloh taolo qaytargan qaytarni to'liq qaytara olyapmanmi? Payg'ambarning sunnatiga muvofiq yashay olyapmanmi? deb inson o'tirib o'ylanadi. Agar Qur'on hadisga muvofiq yashayotgan bo'lsa, Allohga hamd aytadi. Yana amallarda mustahkam bo'ladi. Agar kamchilik bo'lsa, istig'for aytadi. Kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qiladi. Mana shu inson eng aqlli inson bo'ladi. Eng aqlli inson o'lim kelishidan oldin ana shu o'limga tayyorgarlik qilgan insondir.